Bolangizga keladigan bo'lsak, xavotirlanmang. Chang opam qaytgandan keyin unga yaxshilab g'amxo'rlik qilishni iltimos qilaman. Chindan ham gado ekan. Mendan shu bilan qutulmoqchimisiz? Yashanishing. Bunchalik ochko'z bo'lmaslikni maslahat beraman. 5 million tashvishsiz hayot kechirishingga yetib ortadi. Oiliging bilan butun umringda ham buncha pul yig'a olmaysan. Xiaobaoning dadasiga turmushga chiqsam, nafaqat 5 million olaman, to'g'rimi? Bundan tashqari, oilangiz shunchalik boy ekan, mendek bechorani pul bilan ko'mib tashlashga nima deysizlar? Sen Qancha xohlaysan? Lu oilasida bo'lgan bor pulni hammasini xohlayman. Lu oilasining mol-mulki qanday qilib ularni berishimiz mumkin? Senga pul kerak emas. Sen shunchaki ustimizdan kulyapsan. Aytmoqchimanki, hamma narsani ham pul bilan hal qilib bo'lmaydi. Va yana men hech qachon Xiaobaoning dadasiga turmushga chiqish haqida o'ylamaganman ham. Unda hoziroq jo'na. Bugun o'g'limning sharafiga ziyofat bo'lyapti. Nimaga endi ketishim kerak? Demak, ketmaysanmi? Aka, u bilan pachakilashib o'tirishga hojat yo'q. Uni haydab yuboring. Aytganimdek qilinglar, muammo yo'q. Dada? Ha, sen uchun xush xabarim bor. Nevaramning onasi keldi. Borib u bilan tanish. U senga yoqishiga ishonchim komil. Tushunarli. Hammasiga hozir oydinlik kiritib olsak bo'ladi. Xo'jayin, falokat. Men yordamchiga kelganini ko'rdim. Nega keldi? Nahotki u sizni unashtiryapti deb o'ylab Fotihani buzgan kelgan bo'lsa. Yordamchiyi bu o'sha homilador bo'lgan yomon ayolmi? Fotihani buzishga qanday haddi sig'di? Hozir unga ko'rsatib qo'yaman.